Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uy bekasi kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun 4-iyun, yozning ilk kunlari. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim Gortenziyaning Annabel sorti. Mana men o'tgan yili bahorda ekkan edim. Kichkina edi, shoxchalari nozik edi. Hozir mana taglarini ancha o't bosgan buni. Hali bunga navbat kelmadi. Yomg'irlar mo'l bo'ldi. Ularga o'tlar mazza qilishyapti, yayrab o'sishyapti. Bizlarni ishimiz ko'payyapti. Mana buni Annabel sorti bizlarning yozimizga yaxshi chidaydigan turi hisoblanadi. Agar adashmayotgan bo'lsam, juda ham oppoq, yorqin rangli bu sorti. Mana orasiga mana ozgina kasallik tushganmi, shunaqa bo'lib turibdi, qorayib. Bu boshidan shunaqa bo'ldi. Endi mana boshqa gulbarglari juda ham chiroyli, oppoq rangda. Mana bunisi sal boshqacharoq rangda. Bilmadim nimagadir. Yo balki meni ko'zimga shunaqa ko'rinyapti. Mana telefonda sizlarga ham ko'rinyapti deb umid qilaman. Bunisi sal to'qroq rangda. Oppoq emas, yorqin oppoq emas. Bu boshidan bu shunaqa rang bo'ldi. Mana bunisi oppoq yonda. Mana qaranglar-da. Juda ham katta. Qaranglar, mana juda ham katta. Uzoq turar ekan bu gullari. Juda ham meni xursand qildi bu bilan. Mana pastdagi kichkina shoxchalari bular kichikroq. Gullari ham shoxchasiga yarasha kichikroq. Yerdan bir agar adashmasam 70-80 cm, juda baland bo'lsa 1 metr balandlikda shu gul. Buni qalamcha qilib ko'paytirsa ham bo'ladi. Kuzda buni shoxchalarini qirqib, ustiga baklashga to'ntarib ekib qo'yilsa bo'ladi. Faqat tuproq juda ham yaxshi unumdor bo'lishi kerak. Unaqa charchagan, ozuqasi yo'q tuproqda bu ildizoti ko'payishi juda ham qiyin. Umuman hamma gullar shunaqa. Ularga qarasangiz, tuprog'i yaxshi bo'lsa, o'shanda ular ildiz otadi, gullaydi, sizlarning ko'zlarni quvontiradi. Shu mana qo'shnim uyda gortenziyalar, bu ham xuddi o'sha sortdan, Annabel sorti. Bu soya tepasida gilos daraxti, yana qushlar bor. Mana men sizlarga hozir ko'rsataman. Juda ham yonida tol guli gullab turibdi. U boshqacha sort ekan. Mana bu yoqqa uzum ishtahalik odamlarni uzumlarni qilib qo'yibdi-da. Bu yoqda oldingi o'zimizning romashka gullari. Mana gortenziyani to'p bo'lib ochilgan. Bu gortenziya guli yonidan ham chiqar ekan. Mana shuni bilmagan ekan. Mana yonlaridan chiqib yotib shekilli kichkina detkalar. Yondan chiqqan mana romashkalar. Shu romashka zo'r gulda. Anaqa beor. Tol guli. Tol guli menda ham bor tol guli. Mana petuniyani yaxshi zo'r sort ekan, qaranglar. Tuvaklarda osib qo'yishibdi. Qaranglar qanaqa ishtahalik odamlar bor. Uzumlar, qo'li bor odamlarda. Mana. Mana. Rozani bilaman, anaqa irisni bilaman, liliyani. Çünkü atribini olib bunga shoxlab qo'ymaydi-ku. Aytolmaydi, shu qadar edi. Nechun Voy. Mana sariq gullar ochilib yotdi bular. Mana bu yoqda anjirlar, uzumlarning tagida. Bu gortenziya o'zi soyaroq joyni yaxshi ko'radi. Mana kuz gullari, bu gulimiz hozir nomi esimdan chiqib qoldi ayni shu paytda. Qariyapman shekilli bilinyapti. Bu kuzda yana gullaydi. Mana shamshod gullari yirik bargligi, mayda bargligi bor ekan. Mana u qanaqa klimatismi mana u? Klimatis emasmi? Menimcha klimatis o'rmalaydi. Mana bunchalar to'kdi-yu. Mana bu yoqda ham yerda ham juda ham yaxshi gullar, yashil barglik, oq bargliklari ochilib yotdi. Mana maruznik gullari bor ekan.
piyon gullari, bu yoqda ham gortenziyalar, lileniklar bor. Mana ochilib turibdi, uzoqdan ko'rinadimi, yo'qmi mana. Mana petuniyalar. Tuvakda bu petuniyalar. Voy, manchi. Mana ko'chada oynalarni oldida qo'yib qo'ygan gullarini qaranglar. Paxmoqlari fetun, mana tradiskansiyalar. Mana bu gullarni. Mana tradiskansiyani qaranglar, shunaqa uzun o'sganni. Ko'chada oynani oldida tepasiga anaqa tutib qo'yishgan, setka. Yuqorida qushlari ham bor. Ichkaridagilar sayrab turibdi. Mana ko'chalarga chiroyli archalar o'tkazib qo'yishibdi. Archalar qorong'i bo'lib qoldi. Qanchalik darajada ko'rinyapti bilmayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar azizlar. Bu video orqali kimgadir motivatsiya bera olgan bo'lsam xursandman.